texnik nosozliklar bo'lyapti. Ya'ni o'sha Facebooklar uzilish holati kuzatilyapti. Shuning uchun yana boshqatdan aytishga majburman. Assalomu alaykum. Facebook kuzatib boruvchilari va bir necha yillardan beri bir qancha profillardan men bilan birgalikda o'sha yoritilayotgan holatlar bo'yicha o'zini fikrlarini bildirayotgan aziz vatandoshlar. Bilaman, bir nechtalaringiz bir nechta davlatlardan kuzatasizlar. Men anchagina so'z aytib qo'ygandim, lekin o'sha menga bilinmagan, ya'ni noma'lum sabablarga ko'ra o'sha Facebook primoy translyatsiyani buzib qo'yyapti. Bilmayman nimaga. Xullas, bir narsaga to'xtalib o'tishga majbur bo'lyapman. Bir necha yillar oldin, ya'ni o'sha 3 yil, 4 yil oldin bitta holat bo'lgan. Buni keng ijtimoiy tarmoqlarda chiqib muhokamalarga sabab bo'lib, bir qancha davlat tashkilotlari tomonidan bunga munosabatlar berilib, e'lonlar berilgan. Ya'ni o'sha Surxondaryo viloyati Termiz shahrida go'yoki sudyaga nisbatan biz bosim o'tkazganligimiz yo bo'lmasa uni hukmini, qarorini o'zgartirishga uringanligimiz va o'zimizni o'sha Milliy gvardiya ichki ishlar xodimlarini qonuniy talablariga bo'ysunmaganligimiz bo'ysunmagan deb turib o'sha Oliy sud tomonidan o'sha keraklik, ya'ni o'sha prokuratura organiga bizni xatti-harakatlarimiz bo'yicha men va yana ikkita hamkasbimni xatti-harakati bo'yicha qonuniy baho berishini so'rab prokuratura organiga taqdimnoma chiqarilgan. O'z o'rnida chiqarilgan taqdimnoma bo'yicha dastlabki tergov surishtiruv ishlari boshlangan. Tergov surishtiruv ishlarida borib o'z xohishimiz bilan o'sha yerda bo'lgan holatlar bo'yicha, ya'ni sudning hukmiga yo bo'lmasam sudga nisbatan bosim emas, biz fuqaroning murojaatini o'rganish uchun sud ochiq tizim bo'lganligi sababli yopiq sud bo'lmaganligi uchun qatnashishni so'raganmiz. O'z o'rnida o'sha keyinchalik hujjatlarda go'yoki bo'ysunmagan deb aytib o'tib ketilgan holatda ketdi, lekin o'sha Milliy gvardiya xodimi bilan birgalikda o'sha sud binosiga kirganmiz. Yatta o'sha fuqarolar bilan o'sha sud organi, ya'ni o'sha sudya bilan o'zaro kelishmovchilik kelib chiqqan. Dastlab biz ularni provokatsiya qilib olib kirganligimiz bo'yicha shunaqa deb baho berishgan. Bundan keyin go'yoki biz sudga bosim o'tkazganmiz, yo'qsa sud hukmini o'zgartirmoqchi bo'lgan degan ayblov e'lon qilishgan. Vaholanki o'sha mahalda sudya o'sha kunda o'zidayoq sudni ko'rib, chiqib, qonuniymi, noqonuniymi qarorni qabul qilgan. O'zlaringiz bilasizlar, qonun bo'yicha agar qaysidir sudning faoliyatidan qaysidir fuqaro norizo bo'ladigan bo'lsa, undan yuqori turuvchi instansiyalarga chiqish huquqi bor. Lekin o'sha bizga qo'yilayotgan dastlabki ayblovlarda shuni aytilganki, go'yoki sudning hukm chiqarishiga nisbatan o'sha biz bosim o'tkazganmiz degandek baho berishgan. Assalomu alaykum. Opa, yaxshimisiz, tuzimisiz? Javob olmaganmiz. Javob kelmagan. To'g'ri, sizga rahmat. O'sha bizni o'zingizni himoyangizga olib bir necha marta xat kirgizdingiz.
Ya'ni o'sha yerda bizga qo'yilgan ayblovlar haqiqatdan ham o'z tasdiqini topmasligi, ba'zi birga qilingan, to'plangan materiallar nomaqbul hujjatlarligi, unga huquqiy baho to'g'ri berilishi haqida ijtimoiy tarmoqlarda ham chiqishlar qilgansiz va buni yozma ifodalar ham qilgansiz. Sizga shu o'rinda o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Lekin o'zingiz ko'rib turibsiz, bilib turibsiz, bu holat bo'yicha hech qanaqa bizda o'zgarishlar bo'lmagan. O'sha dastlabki sud qaroridan norizo bo'lib yozgan shikoyatimiz ham o'sha apellyatsiya sudlar tomonidan, o'sha 3 ta sudya tomonidan go'yoki to'g'ri hukm o'qilgan degan xulosamini yakuniy qarorga to'xtab qo'yishgan. Lekin dastlabki sud tergovlarida yo bo'lmasam dastlabki surishtiruvlarda to'plangan dalillar, mana ko'pchilik ijtimoiy tarmoq faollari biladi. Sud proseslar davomida o'sha yuzlashtiruvlarda Milliy gvardiya xodimlari, ichki ishlar xodimlari, vaholanki o'sha sudya bizni tergov qilgan tergovchini chaqirganimizda ko'p holatlar o'sha ular tomonidan to'plangan hujjatlarga aksiga to'g'ri kelmagan. Lekin shunga qaramasdan ham baribir o'sha bizga xolislik qilmasdan, noxolisona yondashilib, ya'ni to'g'ri unga huquqiy baho bermasdan ayblov e'lon qilinib, ayblov bo'yicha sud tergovlari juda ko'p cho'zilgan bo'lishiga qaramasdan, lekin u shunday qoldirib yuborgan. Demoqchimanki, o'sha 2 yil 6 oy berilgan uy qamog'ini to'liq o'tab, ya'ni undan hozirgi kunda qutulib yashayapmiz. Men bugun primoy efir qilishimga sabab shuki, hozir xabaringiz bor, men Effekt.uz veb saytini internet nashrini muxbiriman. Bunda bir necha yillardan beri faoliyat olib boryapman. Qaysidir agar bilib bilmasdan nimadir noto'g'ri qilayotgan bo'lsam, unga o'sha bizdan ko'proq ko'rgan, bizdan ko'proq bu faoliyatni olib borayotgan odamlarning tavsiyasi, maslahatiga labbe edib o'zimizni ish faoliyatimizni yana ham rivojlantirishga harakat qilmoqdamiz. Ko'p ijtimoiy tarmoq faollari hozirgi kunda xabari bor. Tahririyat rahbari Akmalxon Eshonxonovga nisbatan o'sha Oliy sud tomonidan kengash raisi Yodgorov tomonidan xuddi bizga o'xshaganga, bizni ishimizga o'xshagan yana bitta mana taqdimnoma kiritilgan. Ya'ni uni xatti-harakatlari bo'yicha yo chiqargan postlari bo'yicha yo kimnidir shaxsini qadrsizlantirish yo bo'lmasa kimnidir shaxsiyatiga tegish yo bo'lmasa uni odamlar keng jamiyat ichida uni sha'ni qadr qimmatini tushirayotgandek deb baho berib, mana prokuraturaga o'sha 18-moddaga asosan deyapti. Mana Effekt.uz elektron nashri xatti-harakatlari kengash rahbari va arizachilar obro'sizlantirish, kengash a'zolarini deyapti, obro'sizlantirish bo'yicha qonuniy baho berishi so'raladi deb yana kirgizyapti. To'g'ri opa, haqiqatan biz Akbar akam endi aslida o'zi uchimiz 3 ta o'sha bitta tahririyatdan 3 kishi borganmiz. Uchimizni o'zi xatti-harakatlarimizda dastlabki tergovda ham o'zi birorta konkretniy ayb topib berishalmagan. Chunki opa, o'shanda biz rosa adolatni izladik, rosa chirandik, dod dedik, oila a'zolarimiz bilan haqiqat bormi dedik. Nima uchun to'g'ri baho berilmagan deb uchimizga ham deb aytayapman. Bunga sabab
ekspertiza qilinmagan xatti-harakatlarimiz. Faqatgina o'sha prokuratura xodimlari tomonidan o'sha aynan tergovchi bizi hujjatlarimiz topshirilgan mas'ul shaxs tomonidan berilgan huquqiy baho bo'yicha biz sudlandik. Sudlarda ham biz aytganmiz, mana batta OA vakili deb ketyapsiz. Ya'ni jurnalist yo bo'lmasa bloger, ijtimoiy tarmoq faoli aynan qaysi xatti-harakati bo'yicha qonuniy chora ko'riladi. Qaysi harakati bo'yicha? Uni ekspertizasi qani? Bo'pti, mana yozuvchilar uyushmasida birorta maqolani noto'g'ri yozgan bo'lsak, u bo'yicha ekspertiza qildiring. Yo bo'lmasa videoni birorta joyda birorta odamni haqorat qilib qo'ygan bo'lsak, o'shani chiqaring, ekspertizasi qani deganmiz. Lekin afsuski sudlar tomonidan bu holatlar bo'yicha to'xtalib o'tilmagan. Shuning uchun men 100% menga nisbatan chiqargan va sheriklarimga nisbatan chiqarilgan qarorni bu haqiqiy emas deb hisoblayman. Chunki sudyalar aniq qo'lidagi faktlarga va majbur ekspertiza xulosalariga tayanib qaror qabul qiladi. Chunki bu insonlarni hayotini ustida ketayotgandan keyin, uni erkinligini ertaga to'siq bo'layotganligi uchun, ertaga inson bu dunyoga kelgan birinchi qonunbaz, inson bu dunyoga yashash uchun kelgan qonunlar unga faqat xizmat ko'rsatadi va uni himoya qiladi degan nazarda tutilganligi uchun biz ekspertiza talab qilganmiz. Chunki sudya mutaxassis emas. Aynan bizni holatimiz bo'yicha video lavhalardan e'tiroz qilishgan. Video lavhalarni vaholanki ular ekspertiza qildirmagan. Qaysi harakatida, qaysi joyda qonun buzilish holati borligini aniq qaysi minutida, qaysi sekundida deb hech kim sinchiklab o'rganmagan. Bunga sabab nima deb biladigan bo'lsak, taqdimnoma kirgizgan tashkilot o'zi qaysi edi? Oliy sud tomonidan. Bizni kim sud qildi? Mana gap qayerda edi. Lekin mayli, men misol mani sud qilgan sudyadan yo bo'lmasam menga jazo so'ragan prokuratura organ xodimidan birorta xafagarchilik joyim yo'q. Men bittagina narsadan afsuslanaman. O'zbekistonda bizni himoya qiluvchi, biz fuqarolarni himoya qiluvchi qonunlarni bizga kelganda ishlamay qolganidan. Shundan xafa bo'lganman. Endi bizga o'xshagan odamlar nechta edi va nechta hozirgi kunda jamiyatda? Biz uni bilmaymiz va unga biz baho bermaymiz. O'ylaymizki, bir kun adolat qaror topadi. Va bir kun hamma inson qilgan jinoyati uchun o'zi qonun oldida javob beradi. Endi bugun nima uchun primoy efir qilyapman? Mashetda aytib ketyapti. Bu effekt uz tahririyatiga kiritilgan taqdimnomada eslatma qilib ketyapti. Oldin ham deyapti. Sayt xodimlari tomonidan deyapti. Tajibbayev 2021-yili Farg'ona viloyatida, Farg'ona sud binosida o'zboshimchalik bilan ma'muriy javobgarlikka tortilgan deyapti. Endi o'sha yilning o'zida deyapti, 3-noyabr kuni unga nisbatan qonuniy chora ko'rilgan deyapti. Va uni yana 2 nafar sheriklari A. Nurimbekov va X. Ahmedovlar Qashqadaryo viloyat sudi tomonidan tuhmat, haqorat qilish va sud ishlariga aralashish kabi ayblovlar bilan jinoiy javobgarlikka tortilgan deydi. Endi mana shu so'zma-so'z aytadigan bo'lsak, sud tomonidan mana tuhmat qilish deydi. Sudga tuhmat qilish. Men aynan qaysi sudyaga tuhmat qilganman va nimada tuhmat qilganman? Va ularni sudlarni biz o'sha paytda rosa urg'u berdi. Ularni kamsitmoqchi bo'lgansan, sud qarorlariga aralashmoqchi bo'lgansan, falon to'kin deb rosa bizga o'shanda ayblovlarni ilishdi bo'ynimizga. Lekin dastlabki tergovda ham,
keyingi tergovlarda ham, sud tergovlarida ham birorta holatimizda sudga bosindi yo bo'lmasam sudni haqoratlaganmiz. Haqoratli so'z bu so'kishda endi bu. Haqorat shunaqa. So'kinishdi bu haqorat deyiladi. Bu aniq ko'rsatib qo'yilgan qonunlarda. Lekin o'sha so'kinishda ham aynan qaysi so'zi haqoratligini va u kimga nisbatan ishlatilayotganligini aniq ekspertiza qilib berish kerak. Lekin bizning hujjatlarimizda, bizda hujjatlarni olganimizda birorta joyda, birorta tashkilotga, ya'ni o'sha belgilangan ekspertiza qiladigan tashkilotlarga na videoni ichidagi so'zlarni ekspertizasi yo'q. Lekin bizga hukmda o'qib yuborildi. Bu bo'yicha O'zbekiston Respublikasida yana biz kimga murojaat qildik? Yana o'sha sudyalarga, ya'ni apellyatsiya tartibida berib, bizga chiqarilgan hukm haqqoniy emas, haqiqiy emas. Bunga adolatli qaror chiqarib beringlar deb yana murojaat qildik, yana sudyalarga. Lekin sud juda qisqa bo'ldi va sud tomonidan o'sha Qashqadaryo viloyati jinoyat sudi tomonidan o'qib eshittirilgan hukm o'z kuchida qolgan. Yuqorida aytib o'tdik, mana Mo'tabar Tojiboyeva tomonidan bir necha marta o'sha Oliy sud raisiga va o'sha yerdagi mutasaddi xodimlarga kassatsiya tartibida yo bo'lmasam shuni ko'rib chiqish bo'yicha bir necha marta xatlar jo'natilgan, rasmiy. Lekin mana hozir 2025-yilga qadar hali ham biz birorta sud tomonidan shu kiritilayotgan iltimosnoma deymizmi, talabnoma deymizmi, yo bo'lmasam bizning huquqimizni poymon qilganlarga nisbatan qonuniy chora ko'rib bizni oqlashni so'ragan bo'lsa, hech qanaqa qonuniy chora ko'rilmadi va shunday o'tib, vaqt o'tib 2 yil 6 oy noto'g'ri chiqarilgan uyda qolish o'sha belgilangan vaqtdan tashqari ko'chaga chiqmaslik, ozodlikdan cheklash jazosini o'tab bo'ldi. Bugun mana shu taqdimnomada kiritilgan mana yerda o'sha sudyalar tomonidan to'g'ri baho berilmasdan o'qilgan ayblovni prokuraturaga kiritilayotgan taqdimnomada yana eslatib o'tyapti. Buni eslatib o'tishga nima sabab? Misol, buni biz yo Nurimbekov, yo mana Ahmedov, yo Tojiboyev bu holatda yo ma'muriy yo jinoiy javobgarlik masalasi bo'yicha tergovga bormayapti. Lekin eslatma qilib, kalta qilib mana yerga yozib ketyapti. Bu yo'nalish berishmi? Yo bo'lmasam bularni mana bir marta sudlantirgan 3 ta xodimini sudlantirsa bo'laveradi degan. Aynan boshqa shaxs Akmalxon Eshonxonov mana akam bas, ukam bas. Boshqa shaxs tahririyat rahbari. Lekin aynan unga kirityapti-yu, so'rayapti. Qonuniy baho berishdi. Lekin muqaddam qilingan ishlardi bu men uchun noto'g'ri chiqarilgan qaror. Lekin noto'g'ri chiqarilgan qarorni ham baribir maqa qo'yib ketyapti. Chunki bu hozir qonuniy kuchidaligi uchun. Biz bu qarorlarni qachon mahv etamiz, qachon adolatga yetib boramiz, buni biz bilmaymiz. Lekin o'ylaymizki, bu bir kun adolatli qaror topiladi. Va adolat o'sha eskilar aytgandek egiladi, bukiladi, lekin sinmaydi. Men shu sud qarori chiqqandan beri biror marta mana shu holat bo'yicha to'xtalmaganman va biror marta joyda prямой efirda aytmaganman. Chunki O'zbekistonda adolat yo'qligini, yo bo'lmasam adolatsiz joylar ekan, yo bo'lmasam shu qaysidir sudya yo bo'lmasam qaysidir odamning interesi odamni hayotidan ustun ekan deb boshqa davlatdagi odamlar biz haqimizda noto'g'ri tushuncha bo'lib qolmasin degan maqsadda birorta joyda chimoqni ko'rsatmagan. Va shu paytgacha indamasdan yashab keldim. Sizni
sizlar tomonidan chiqarilgan noqonuniy qarorga bo'lsa ham, noqonuniyni bilsa ham, siz to'g'ri baho bera olmagan bo'lsalaringiz ham va to'g'ri baho berishi lozim bo'lgan tashkilotlar tomonidan to'g'ri baho berilmagan bo'lsa-da, lekin birorta joyda chiqib shunaqa bo'ldi deb gapirgan emasman. O'zimga ep ko'rgan emasman. Chunki men O'zbekiston davlatida tug'ilganimdan faxrlanaman va O'zbekiston Respublikasi fuqarosi bo'lganimdan o'ziga yarasha va shu O'zbekistonda farzandlarim va qarindosh urug'im bilan yashayotganim va hozirgi kunda bu yerda bo'layotgan yangiliklarni yo bo'lmasam insonlar uchun qilinayotgan narsalarni bittagina oddiygina menga chiqarilgan noqonuniy qaror deb chiqib dod-vayrot qilmagan. Chunki vatanimni sevganim uchun shu ishni qilmadim. Menga nisbatan adolatsizlik qilgan bo'lsalaring ham, lekin gapirmadim bir joyda chiqib. Lekin sizlar endi meni shaxsiyatimga tegyapsizlar. O'zlaringiz bilasizlar, noqonuniy qaror qabul qilingan, to'g'ri baho berilmagan, nomaqbul hujjatlar o'z vaqtida sud tomonidan bekor qilinmagan. Nima uchun nomaqbul deyapmiz? Chunki siz tomonidan to'plangan hujjatlarda go'yoki o'sha qarshilik bildirgan ichki ishlar xodimi ham, bizni kirgizmaslikka harakat qilgan Milliy gvardiya xodimi ham bizga tuhmat qilayotganligini biz sudda sizga isbotlab qo'yganmiz. Qo'limizdan kelgancha. Biz avliyo basmiz, yurist basmiz. Yurist bo'lmasak ham sizlar davlatning formasini kiyib yurganlar, davlatdan maosh olayotganlar, oddiygina ijtimoiy tarmoq faolini qoralamoqchi bo'lganliklaringizni isbotlab qo'yganman. Lekin adolatli qaror chiqmadi. Men bundan hech narsa demadim. Buni men vaqti soati kelganda adolat qaror topadigan bo'lsa, o'sha qaror topganda bittagina ozginchagina vaqtimni sarflab xursand bo'lib qo'yaman. Nima uchun? Bola chaqam uchun ertaga men sudlangan yo bo'lmasam birorta huquq buzar degan nomimni oqlash uchun harakat qildim. Lekin sizlarning qilgan ayblaringiz bir joyda chiqib aytmadim. Sizlar tomonidan nohaqlik bo'ldi, lekin bir joyda gapirmadim. Lekin bugungi kunda qilayotgan sizlarning xatti-harakatlaring, bugungi kunda yana bitta insonni ayblashga urinayotganlaring va urinishga bo'layotgan harakatda yana bizni ismlarimizni aytib ketayotganlaring odamni ozgina nafsoniyatiga tegyapti. Men o'g'ri bo'lganimda o'g'riligimni isbotlab bo'ynimga qo'yib jazo yelkamga ilganingizda men o'g'ri edimmi dedim. Agar qotil bo'lganimda qotilligimni bo'ynimga ilganingizda men qotil edim dedim. Davlat pulini o'marib agar qamalganimda yo shunaqa hukm chiqqanda men haqiqatan menga berilgan ishonchni men oqlolmadim deb bo'ynimga olib boshimga egib turardim. Men o'zi aslida nima qilganman? Men shu bitta aqlli odam aytdi. Не в том месте, не в том положении и не в тем людям. Sen bo'lmasliging kerak bo'lgan joyda sen bo'lib qolgansan. Shu sana aybing bo'lgan. Shuning uchun sen shunaqa qaror olding. Endi yillar davomida sekin kurashib adolatga yetib borasan deyishgan. Ha bo'pti dedim. Indamadim. Mana shu sochlarimdagi oqlarimni mana shu tepalari ham oppoq mana sochlarim. Shu 5 yil davomida o'zimni to'g'ri deb bilgan ishimni qilganim uchun ozgina bo'lsa ham odamlarga yordam berishga uringanligim uchun shu sochlarimni oqartirdim va umrimni ketkizyapman. Kerak bo'lsa sog'lig'imni yo'qotyapman. Lekin o'zimni to'g'ri deb bilgan ishimni qilyapman. Men hech kimni uyidan borib narsasini so'roqsiz olayotganim yo'q. Menga bergan zimmamga yuklatilgan davlat tomonidan berilgan ishonchimni suiiste'mol qilayotganim yo'q. Va boshqalarning noqonuniy topshirig'ini bajarayotganim yo'q. Men oddiygina bu hayotda yashash gashtini bergan, yashayapman
va o'zimga o'xshagan odamlarga qo'limdan kelgancha yordam beryapman. Qanday yordam beryapman? Shartnoma asosida yordam beryapmanmi? Shunday xolisona qilyapmanmi? Bu meni shaxsiy ishim. Lekin men o'zim ishimni qo'limdan kelgancha qilyapman. Men boshqa odamlarning ishiga aralashmayapman. Birovni mol davlatini sanayotganim yo'q, birovni qo'yini sanayotganim yo'q, mashinasini sanayotganim yo'q, uyini sanayotganim yo'q. U meni funksional ishim emas. Meni funksional vazifam ko'rgan narsamni va fuqarolardan kelgan murojaatni kerakli tashkilotlarga, kerakli joylarga yetkazib berish. Kimdir meni quloq deydimi, kimdir meni sotqin deydimi, kimdir meni birovlarni ko'lab yuradi deydimi. Lekin men birovlarni tinchligini buzayotgan bo'lsam, o'sha insonga o'xshagan fuqarolarni murojaati bo'yicha ikkinchi odamni tinchligini buzayotgan bo'lishim mumkin. Ikkinchi odam haqidagi ma'lumotlarni tarmoqqa qo'yib quloqlik qilayotgan bo'lishim mumkin. Lekin hech qachon o'zimni shaxsiy interesim uchun, ya'ni o'zimni manfaatim yo bo'lmasam o'zimni karyeram uchun yo bo'lmasam o'zimni tanitish uchun borib shaxsiy adovat bilan boshqani borib tinchligini buzayotgan joyim yo'q. Va birorta odamdan tilim qisadi joyi ham yo'q. Ertaga meni farzandlarim ko'chada ketsa 10 yil, 15 yildan keyin. Ertaga meni odamni o'g'li edi deb qo'yish uchun. Lekin men bolalarimga birortasiga mana farzandlarni katta qilyapmiz, tarbiya qilyapmiz qo'limizdan kelgancha. Lekin men aytyapman. Hech qachon bloger bo'lmaysan, hech qachon ijtimoiy tarmoq faoli bo'lmaysan, hech qachon jurnalist bo'lmaysan. Sizlar oddiygina o'qib, biliming yetadigan darajagacha borasan. Kasbing zo'r bo'ladigan bo'lsa, yaxshi ko'rsang kasb tanlaysan, o'shanda ishlaysan, lekin bu faoliyat bilan shug'ullanmaysan deb aytyapman. Chunki meni boshimga tushgan, men ko'rgan nohaqliklarni men bolamga ravo ko'rmayman va boshqalarga ham ravo ko'rmayman. Bugun meni gapirishga majbur qilgan narsa ba'zi birgilardi. O'zini noqonuniy ishlarini va noqonuniy olib borgan faoliyatlarini qonuniylashtirgani. Afsuski shu sudyalar tomonidan to'g'ri baho berilmasdan menga nisbatan va men hamkasbimga nisbatan noqonuniy qaror chiqarganlik, to'g'ri baho berilmaganlik. Har bitta holatda obyektiv, subyektiv yondashuv degan narsa bor. Agar haqiqatan ham qonuniy bo'lganda, aynan qaysi qonunni buzganligim bo'yicha sud hukmlarida ham to'liq ko'rsatilmaydi. Chunki u jarayonda qonun buzilish holatining o'zi yo'q. Aynan men Ahmedov Hamid sizga ma'lumot beryapman. Men shuncha paytdan beri hech kimga ma'lumot bermaganman. Lekin sizlar dastlabki tergov surishtiruvlari, sud tergovlarida bo'ynimga qo'ya olmagansiz. Chunki inson qilgan ishini qilganman deydi, qilmagan ishini qilmaganman deydi. U bir fursatga bo'lsa ham o'zgarmaydi. Qilmagan ishini qilganman deya olmaydi hech kim. Qilmagan narsasini qilmadim deydi. Lekin undan foyda nima? Qilmaganman deb turib nimaga erishdim? Baribir ham sizlar va sizga o'xshaganlarning xohishi ustun keldi. Va men adolatsizlikka uchrab yutkizdim. Bu hayotda yutkizdim. Lekin vaqt soat keladi, men so'rab olaman. Shu men qilgan gunohlarim bo'lsa, shu gunohlarimga kafolat bo'ladi. Men sizlarni yoqalaringga osilib, shu meni o'tkazgan umrimni vaqt belgilab qo'yib, meni erkinligimni cheklagan, noqonuniy menga hukm chiqarganlar. Hozirgi kungacha meni aybdor deb his qilayotgan va aybdor deb sanayotganlar. Shu insonlar mana kengash raisi ekan. Va Yodgorov. Shu odamni qabuliga men borganman Andijonda. Aytganman. Qaysi xatti-harakatim bo'yicha meni taqdimnoma chiqariladi menga. Bunga adolatlik yondoshinglar deganimda, xo'p men ko'rib chiqaman degan shu odam.
Lekin mana bu imzo chekyapti-yu, lekin meni mana shu yerda familiyatlarim ketyapti, qaragani yo'q. Necha marta Oliy sudga o'sha kiritilgan iltimosnomamni, talabnomamni ahamiyat bergani yo'q. Oliy sud hozirgi kunda raisi, men bu odam prezident maslahatchisi bo'lib ishlagan paytida 2 marta 3 marta ko'rishganman. Aynan o'sha Andijonda ham ko'rishganmiz. Bu paytda prezident maslahatchisi edi. Bu odam yaxshi odam. Bu odamga hech qanaqa mandaligi ko'rishganimda o'sha aytganman, bu odam keldi, endi ancha yaxshi bo'ladi degandim. Xo'p bo'ladi opa. Bitta meni bu aybdor degan sababini men necha izohlab ketay sizga. Bu meni bitta aytayaptiki, muqaddam deyapti, muqaddam. Bular sudga tuhmat qilish, haqorat qilish, shunga o'xshagan bir qancha ayblovlar bilan bular ayblangan deb prokuraturaga Effektuz rahbari Akmalxon Eshonxonovni o'sha chiqargan tahririyat tomonidan chiqarilgan maqolasi bo'yicha taqdimnoma chiqaryapti-da. Lekin mana shu yerda eslatma qilib, kaltak qilib bizni qo'yib ketyapti. Mana o'zingiz ham bir necha yillik tajribaga ega bo'lgan odamsiz. O'zbekistonda bir qancha qonunlarda axborot himoyasi, so'z erkinligi va tanqid kelajak mevasi, yo bo'lmasam kelajakka yaxshi dastak bo'lishi, kaltak bo'lishi deb bir qancha qonunlar chiqqan. Xo'p, sizga tashlayman. Chiqqan. Lekin hozir O'zbekistonda tanqidiy maqolasi uchun go'yoki yana o'sha kengash rahbarlari yo bo'lmasam kengash a'zolarini qadr-qimmati yo bo'lmasam ularni obro'sizlantirishga urinish yo bo'lmasam shuni qadrsizlantirdi deb yana bular taqdimnoma chiqaryapti. Rasmiy akkreditatsiyadan o'tgan internet nashri yaxshi maqolalar, pozitiv yo bo'lmasam negativ bo'lgan joyda ish bo'ldi, bo'lmagan joyda ish bo'lmagan deb chiqaradigan O'zbekistonda 2019-yildan beri qonuniy faoliyat olib boradigan tahririyatga nisbatan va uni noma'lum maqolani kim yozganligi aniq emas, lekin uni rahbari Akmalxon Eshonxonovga nisbatan ma'muriy huquqbuzarligi sodir etgan deb turib hozir ayblov e'lon qilib sudga chiqargan. Ertaga soat 10damiki nechida ham sud ekan. Kecha bo'lgan sud qoldirilgan. Eng qizig'i shundaki, audio, video, foto suratlarga olish qat'iyan taqiqlangan. Taqiqlanib, o'sha go'yoki o'sha xuddi yopiq sud bo'layotgandek faqat odamlarni kirib ishtirok etishiga ruxsat bergan-u, lekin AOK deyapti mana bitta AOK xodimlari, ya'ni jurnalist, bloger, ijtimoiy tarmoq faollarini kirishini taqiqlab qo'ygan. Vaholanki, bitta amaldagi mana bu yil 6-yildan beri faoliyat olib borayotgan Effektuz internet nashri rahbarini sudi bo'lyapti-yu, lekin internetda faoliyat olib boradigan birorta tarmoq faoli yo bo'lmasam rasmiy saytlar, internet nashrlar yo bo'lmasam kimlardir kirishi, ulardan audio, video, foto suratlar olishi taqiqlangan. Vaholanki, hamkasbi taqdiri yo bo'lmasam unga nisbatan qilinayotgan xatti-harakatlarni audio, video yozuvga olish birorta joyda birorta katta pagoda bermaydi. Shuning uchun to'g'ri, siz e'lon qilgansiz. Lekin nazorat tartibidagi o'sha kiritilgan talabnomangiz ko'rib chiqilmagan, bizga birorta xat kelmagan.
Akbar akamga kelganda ham eshitardim, bunga ham kelmagan. Endi demoqchimanki, hozirgi kunda oddiy bloger bo'ladimi, ijtimoiy tarmoq faoli bo'ladimi, tahririyat rahbari bo'ladimi, xodimi bo'ladimi? Uni nima sababdan keng jamoatchilikka e'lon qilinishi, yo bo'lmasam uni aybi bo'lsa, aybini keng jamoatchilik oldida sud tergovlari tomonidan to'g'ri baho berilib, unga ma'muriy huquqbuzar yo bo'lmasam jinoiy javobgarlik masalasi ko'rilmaydi, yopiq ko'riladi. Bunga sabab nima? Agar ochiqlik, shaffoflik, sudlar tomonidan haqqoniylik va adolat prinsipida ish olib boriladigan bo'lsa, nimadan qo'rqish mumkin? Qo'rqishmi, cho'chishmi, nima yo topshiriq bajarishmi, nima bo'lib tushunadigan bo'lsa ham, nima uchun? Men misol ijtimoiy tarmoqda faoli o'rnatib o'tirgan bo'lsa, sudyaga nima unga bosim o'tkazish mumkin? Uni qaysi harakatiga to'siq bo'lishi mumkin yo qaysi gapini bo'lib qo'yishi mumkin? Mana misol bundan muqaddam 1 yil oldin nechta mana o'sha ko'chada qonun buzib yurgan yo bo'lmasam qonunlarni mensimaydigan bir qancha fuqarolar o'sha tomonidan qo'lga olinib, ichki ishlar xodimlari tomonidan, bir qancha tashkilotlar tomonidan qo'lga olinib, ularni ommaviy e'lon qilishdi va ularga nisbatan sud tergovlari olib borilayotganda tergovlarni keng jamoatchilikka yetkazib borib turishdi. Ba'zi bir joylarda prямой translyatsiyada, ba'zi bir joylarda keyin o'sha tahririyat tomonidan montaj ishlari qilinib berildi, lekin keng jamoatchilikka berildi. Lekin afsuski, ijtimoiy tarmoq faoli hozirgi kunda qaysidir hozir Akmalxon Eshonxonov tomonidan maqola chop qilingan odam sir tutilishi, bu qonunlarda belgilab ko'rsatib qo'yilgan deyishiga qaramasdan va O'zbekistonda chiqargan maqolasiga yo bo'lmasam tanqidiy lavhasiga yo audio video yozuvlar yo bo'lmasam shunga o'xshagan bir qancha dalillarni keng jamoatchilikka berganligi uchun ta'qib qilinmaydi deb qo'yilgan bir qancha qonunlar bo'lsa-da, lekin afsuski tezdagina mana O'zbekiston Respublikasining Oliy sudlar kengashi, Oliy sud kengashi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasiga kiritilgan taqdimnomasi o'z o'rnida o'sha surishtiruvlarni boshlab olgan. Endi hozir men o'zimning fikrimni aytadigan bo'lsam, bugun mana Toshkentga yetib keldim. Masalan, hozir aytib hayron bo'lyapmanki, endi taqdimnoma kirgizgan qaysi tashkilot? Sudlar Oliy kengashi. O'zbekiston Respublikasining Sudlar Oliy kengashi tomonidan taqdimnoma qilingan. Ertaga Akmalxon Eshonxonovni ma'muriy huquqbuzarlik bo'yicha sud tergovini qaysi tashkilot olib boradi? Yo bo'lmasam shahar, yo bo'lmasam tuman, yo bo'lmasam viloyat. Kimlar? Sudlari tomonidan ko'rib chiqiladi. Shuning uchun o'ylaymizki, O'zbekistonda qonun ustuvor va qonunni himoya qiladigan va konstitutsiyada va undan keyingi qonunlarda ishlab chiqarilgan qonun osti hujjatlar va bir qancha moddalarda ko'rsatilgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari yo bo'lmasam O'zbekiston ichida faoliyat olib borayotgan erkin mustaqil jurnalistlar, blogerlar, web internet nashri operatori bo'ladimi, muxbiri bo'ladimi, rahbari bo'ladimi, O'zbekiston Respublikasidagi himoyalangan qonunlarni ular foydalanishi kerak va uni bir qancha tashkilotlar nazoratga olishi shart. Hozir biz O'zbekistonda qaysi tashkilotga odamlar ham ko'proq ishonyapti? Odamlar ham bir necha odamlar bilan gaplashganimizda fuqarolar ham nima deyapti? O'zbekistonda bitta tashkilot qoldi, odamlar ishonadigan. Buni o'zlaringiz juda yaxshi bilasizlar. Men odamlar bilan gaplashib,
ajablanyapman. Nahotki odamlar tushunib yetdi endi. Nahotki endi ko'rdi hamma narsani. Bizga o'xshab hamma narsani ko'ryapti endi ular. Shu o'rinda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevga murojaat qilib qolaman. Chunki sizga rahmat, siz O'zbekistonda so'z erkinligi ancha bo'g'ilib qolgandi. Deyarli ishlamasdi desam bo'ladi. So'z erkinligi, siz erkinlik berdingiz. Siz shu erkinliklar so'zda qolib ketmasin deb bir qancha qonunlar va konstitutsiyani o'zgartirdingiz. Va aynan konstitutsiyani o'zgartirayotganda ham ommaviy axborot vositalari xodimlarini bir qancha joylarda uni himoyasi bo'lishi va uni amaldagi qonunlar himoya qilishini aytib o'tgansiz. Lekin mana ko'rib turganingizdek, bilib turganingizdek, ba'zi bir holatlarda so'z erkinligi, fikr erkinligi yo bo'lmasam insonni o'z shaxsiy qarashlari, o'z ambitsiyalariga nisbatan, ya'ni bir qancha shaxslar go'yoki undan obro'sizlanib qolayotganligi, puturayotganligini iddao qilib, ya'ni rasmiy veb-saytlarni yo bo'lmasam O'zbekiston ichida yurak yutib ishlayotgan internet nashrlarni bitta-bittadan qulatib kelishmoqda. Nechta mana blogerlar, ijtimoiy tarmoq faollari qonun oldida javob berdi. O'qigan ishi uchun. Kimdir tamagirligi uchun, kimdir o'sha kimdirni ishini bitirib beraman deb o'sha qo'lga tushib olib, kerakli tashkilotlar tomonidan qo'lga tushilib, video, audio zapislarini o'sha qo'yib taqdim qilib berishdi-da, ularga sud hukmlari o'qildi. Lekin bitta joyida hayron qoladigan narsa borki, juda katta so'rovlarga hukm o'qildi. U vaholanki jamiyatga yo davlatga putur yetkazmagan bo'lsa ham, lekin ular juda katta muddatlarga qamoq ehtiyot choralari qo'llanadi. Men ularga chiqargan qarorlardan bittasiga ham men yurist bas va unga baho beruvchi organ bas, unga baho berishga va unga to'xtalishga lozim deb bilmayman. Lekin siz bergan ishonchni yo va siz bergan imkoniyatni, siz bergan sharoitdan to'g'ri foydalanilmagan bo'lsa, u qonunda oldin javob bersa mayli. Lekin qonunda oldin va qonuniy javob bersa mayli. Sizdan so'rab qolamiz. Ijtimoiy tarmoq faollari, xalq bilan ishlaydigan, xalqni hozirgi kunda qiynayotgan masalalarni ko'tarib chiqayotgan. Ijtimoiy tarmoq faollariga nisbatan qilinayotgan va bo'lmasam ayblashga qilinayotgan harakatlarni o'zingiz nazoratga olishingizni so'rab qolaman. Chunki bu birinchi o'rinda sizning so'zingiz bilan, ikkinchi o'rinda qonun bilan belgilab qo'yilgan himoyasi. Lekin juda ham bizni kam odamlar himoya qilyapti. Juda ham kam odamlar bizga xalq ishonyapti. Xalq bizni sizni vakilingiz deb biladi. Biz sizni vakilingiz degan ulug' nomga erishganimizdan biz minnatdormiz. Allohdan va siz bergan ishonchdan biz minnatdormiz. Podshoga yordamchi deb bitta fuqaroni bizni atashi o'zi bizga juda katta baxt. Lekin bizni kimdir dushman deb bilishi, yo bo'lmasam qilinmagan ishni qilinmagan deb aytishimiz, yo bo'lmasam birorta joyda kamchilik bo'lgan bo'lsa, kamchilikni aytishimiz, yo bo'lmasam yutuqlarni aytsak hamma xursand bo'ladi, kamchiliklarni aytsa bizga urinishlar bu noto'g'ri deb hisoblayman. Qonun buzilishi. Shuning uchun sizdan sizni bir nechta o'sha chiqishlaringizda ko'rganman. Biz endi o'zingiz xabaringiz bor, mana Farg'ona viloyatida faoliyat olib boraman ko'proq. Farg'ona viloyatiga shuncha tashrif qilgan bo'lsangiz, biz ijtimoiy tarmoq faollarini bizga yaqinlashtirishmaydi sizga. Lekin biz sizni o'sha oyna jahonlardan, televizorlardan, yo bo'lmasam o'sha internet saytlardan ham ko'rib kuzatib boramiz.
Siz bir necha marta ta'kidlab o'tgansiz. Men hammani kuzataman. Men ijtimoiy tarmoqlarga kiraman. Men kirmayman, bas hamma narsani bilaman deydi. O'ylaymanki, siz bu holat bo'yicha ham xabar topasiz va bu noxolisona ko'rilayotgan, qilinayotgan ba'zi bir ishlarga o'zingiz barham berasiz degan umiddamiz. Ikkinchi iltimosim O'zbekiston Respublikasi administratsiyasiga. Administratsiyadan ham so'rab qolardim. Hozirgi kunda O'zbekiston ichida faoliyat olib borayotgan ijtimoiy tarmoq faollari jon jahdi bilan prezidentimiz olib borayotgan islohotlar, prezidentimiz qilayotgan yaxshi ishlar va prezidentimiz tomonidan qilinishi lozim deb aytilgan rahbarlar tomonidan qilinmayotgan ishlarni yoritayotgan ijtimoiy tarmoq faollarini himoyasiga olishingizni so'rab qolaman. Chunki biz O'zbekiston Respublikasida qonun bilan belgilangan va O'zbekiston Respublikasi rahbari tomonidan topshirilgan va bajarishi lozim bo'lgan narsalarni bajarmaganlarni biz ijtimoiy tarmoqqa olib chiqib yoritamiz. Va sizlarga ko'rsatib beramiz, sizlarga signal beramiz. Va bir qancha tashkilotlarga biz sizlar uchun xizmat qilamiz. Shu o'rinda xalqni prezident O'zbekiston Respublikasi prezidenti xalq tomonidan saylangan vakilni qilayotgan ishlarini qilmayotgan odamlarni ko'rsatib berib, prezidentimiz yo'naltirilgan mablag' bo'ladimi, ish bo'ladimi, nima bo'lsa, o'shani qilishini tepasida turib, nazorat qilib, kerak bo'lsa o'shani qilingan bo'lsa qilindi deb olib chiqib yoritib beruvchi oddiygina sizni O'zbekiston fuqarolarini qaysidir odamga yoqmayotganligi yo bo'lmasam qaysidir odamni sha'ni yo qadr qimmati tushib ketishi nuqtai nazaridan shuncha pashti mana 40 millionga yaqinlashib qoldik odammiz. Shuncha odamning interesi yo bo'lmasam shuncha odamga qilinayotgan sharoit yo bo'lmasam uni qilishi lozim bo'lgan sharoitni qilmaganlar rahbarlarni boringki bir 400 tadir yo 500 tadir yo 40 tadir yo 10 tadir o'sha rahbarlarga yoqmayotganimiz bu jamiyatda biz yashamasligimiz kerak deganimiz. Yo bo'lmasam biz qonun oldida javob berishimiz kerak, yo bo'lmasam uzoq muddatlarga qamalib ketishimiz kerak deganimiz bu. Shuning uchun prezident administratsiyasidan yordam so'rab qolamiz. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasidan siz qonunni himoya qiluvchi, qonunni nazorat qiluvchi, qonuniy faoliyat olib borayotgan bir qancha uni ustida formasi bo'ladimi, sudya bo'ladimi, kim bo'lishidan qat'iy nazar chiqarayotgan har qanday qarori, hokim bo'ladimi, kim bo'lishidan qat'iy nazar chiqargan qarorini nazorat qiluvchi organsiz, prokuratura organi. Va shu o'rinda konstitutsiyada ko'rsatib qo'yilgan huquqlarimizni himoya qilishingizni so'rab qolamiz. O'ylaymizki, bu eski paytdan bo'lib kelgan prokuratura hech qachon sud organiga bo'ysunmagan va sud organi ham prokuraturaga hech qachon bo'ysunmagan. Lekin prokuraturaning ustunligi nimada deydigan bo'lsa, unda malakali va yetuklik kadrlar bor va har qanday sudyalar tomonidan chiqarilgan qarorlarni sinchiklab o'rganib va qonuniy yo noqonuniyligini o'rganib chiqilgan tashkilot deb bilaman. Va sizlarga odamlar hali ham ishonishini va hali ham sizlardan odamlar umid qilayotganligini eslatib o'tib qo'yaman. Agar sizga umid qilmaganda, sizni qisqa raqamlaringizga murojaat qilmasdi odamlar. Agar sizga umid qilmaganda, sizga xat yo'llamasdi odamlar. Agar sizga umid qilmaganda, viloyatlarda, tumanlarda bo'layotgan qabullarda sizlarning vakillaring yo viloyat rahbari, prokuratura organi yo bo'lmasa tuman miqyosidagi prokuratura xodimiga yo prokuratura binolariga hali ham odamlar bormayotgan bo'ladi. Agar sizlarga ishonmaganda, xalq hali ham sizlarga ishonadi va xalq o'zini qahramonlarini juda yaxshi taniydi. Va shu o'rinda O'zbekiston Respublikasi davlat xavfsizligidan ham so'rab qolaman o'rganib chiqishini. Chunki bu bitta ijtimoiy tarmoq faolini boshidagi musibat emas. Bu aslida boshqa bizga davlatlarga hozirgi kunda bizga nisbatan bo'layotgan ishonchiga putur yetkazadi. Har qanday noqonuniy qarorlar, har qanday noqonuniy qilingan fuqaroning ustidan chiqarilgan qarorlar va ularni qaysidir mutaxassislar tomonidan noto'g'ri o'rganib chiqishlari bu
kelgusida va hozirgi kunda O'zbekiston imijini ko'tarayotgan bir qancha rahbarlar va O'zbekistonga pul tikayotgan investorlar va hozirgi kunda turist bo'ladimi, kim bo'lsa ham O'zbekistonga ishonch bildirayotgan chetdan kelayotgan odamlarga bu har qanday noqonuniy, qaysi davlatda qonun yaxshi bo'lmasa, u davlatda investitsiya bo'lmaydi, u davlatda turist bo'lmaydi, u davlatda hech qachon katta yutuqlarga erishib bo'lmaydi. Shuning uchun davlat xavfsizligi tashkiloti har doim davlat imijini o'ylagan va har doim davlat xavfsizligi. Bu bitta fuqaroni emas, davlat xavfsizligi davlatni o'ylagan va davlatning ichidagi o'sha yashayotgan fuqarolarni xavfsizligini himoya qiluvchi eng kuchli va eng qudratli tashkilot bo'lganligi uchun shu tashkilotdan ham meni vakolatim bormi, yo'qmi, lekin fuqaro sifatida yordam so'rab qolaman. Aynan 2021-yil 3-noyabr kungi chiqarilgan qarorga ham davlat xavfsizligi tomonidan o'rganib chiqishini so'rab qolaman. Vakolati doirasida. Va ishonaman. Ular hech qaysi odamni va boshqa tashkilot aytganini qilmaydi, faqatgina qonunni va faqatgina qonunga suyanib ish qiladi. Va hali aytib o'tganimdek, fuqarolar hozirgi kunda sizlarga men o'ylaymanki, men statistikasini bilmayman. Oldingidan ham ko'ra ko'proq sizlarga ariza yozib murojaat qilishadi odamlar hozir. Har qanday holatlarda sizlarga bog'liq bo'ladimi, bog'liq bo'lmaydimi, sizlarning vakolatlaringiz bormi, yo'qmi, lekin sizlarga murojaat qilishadi. Chunki ular boshqa tashkilotlarga murojaat qilib, charchab, boshqa murojaat qilgan tashkilotlardan kerakli javob topmaganligi uchun sizlarga murojaatlar ko'payib ketganidan xabarim bor. Va shu o'rinda ortiqcha bo'lsa ham og'zaki sizlardan yordam so'rab qolaman. Aynan shu 2021-yildagi 3-noyabr kungi holat bo'yicha o'rganib chiqishlaringizni va hozirgi kunda mana shu kengash raisi deydi, Yodgorov tomonidan Effekt.uz internet nashri chiqargan maqolaga go'yoki kimdir qadri tushib ketayotgani, yo bo'lmasam sha'ni obro'si tushayotganligi, ularga davlatni yo bo'lmasam xalqni ishonchsizligini vujudga keltirishga harakat qilish, shunga o'xshagan bir narsalar deb mana shu yerga taqdimnoma chiqargan shu Yodgorovga xatti harakati bo'yicha bularni bunaqa insonlarni ustidan chiqarayotgan qarorlari, insonlarni hayotini o'sha belgilayotgan qarorlarini bir qator o'rganib chiqishingizni va ular tomonidan saylanayotgan yo bo'lmasam tanlab olingan deydimi, imtihondan o'tgan deydimi, nima bo'lsa ham ular tomonidan saylangan sudyalar faoliyatini o'rganib chiqib, to'g'ri yo noto'g'riligini ochiq xalqqa, biz oddiy odamlarga yoritib berishlaringizni va ularni sizlar tomonidan ko'p materiallarni ko'raman. Shu kimlardir ushalgan. Hozir kimdir ushalgan desam, uni ham shaxsiy qadr qimmatini tushiryapsan deydi. Lekin ushalgan. Sizlarga rahmat. Xalq sizlar tomonidan ushalgan har qanday korrupsion holatdagi mansabdor bo'ladimi, mansabdor vakolatida bo'lmaydimi, sobiq mansabdor bo'ladimi, lekin hammasini chiqarganlaringizni xalq maza qilib kuzatadi. Biz tarmoqlarga qo'yamiz va uni statistikasini ham bilamiz. Oddiy bitta maqoladan ko'ra sizlar tomonidan o'sha amaldagi prezident ishonchini yo'qotgan va davlatni o'sha qaysidir mansabini egallab olib, o'zini shaxsiy manfaatlarida ishlatayotgan o'sha tizimga adashib kirib qolgan korrupsionerlarni ushlayotganligingizni xalq maza qilib tomosha qiladi. Adolatni faqat shunday ko'radi. Gapim cho'zilib ketdi va boshqa huquq tartibot organlari, ichki ishlar, mana Qonunchilik palatasi raisidan so'rab qolaman. Sizlar tomonidan tasdiqlangan, sizlar tomonidan bir ovozdan qo'llab-quvvatlangan ommaviy axborot vositalari xodimlariga nisbatan hech qanday ta'qib
va ularga nisbatan qonun buzilish holatlari keskin qonuniy chora ko'rilishi aytib o'tilgan bo'lsa-da, lekin hozirgi kunda mana ko'rib turibsizlar, ijtimoiy tarmoqlarda o'z o'rniga ega bo'lgan, o'z muxlislariga ega bo'lgan va xalqning ishonchiga erishgan insonlar va sizlarni soyangizda O'zbekistondagi qonunlarni hurmat qilib va O'zbekiston Respublikasining qonunlarini xalqqa yetkazib berayotgan va xalqning dardini sizlarga yetkazayotgan xodimlarga bitta effekt o'ziga emas, boshqa tahririyat xodimlariga nisbatan bo'layotgan bosimlarga o'zingiz qonuniy chora ko'rasiz degan umiddamiz. So'zim yakunida shu narsani aytib qolamanki, 2021-yil biz tergovga borib yurgan paytimizda, sudlarga borib qatnayotganimizda biz ijtimoiy tarmoqlarda men chiqib aytganman. Blogerlar, jurnalistlar, ijtimoiy tarmoq faollari, bugun bizni sudimiz bo'layapti, bugun biz tergovga yuryapmiz, siz tomosha qilyapsiz. Lekin ertaga sizni boshingizga shu kun tushsa, biz tomosha qilmaymiz. Chunki biz bitta jamiyat fuqarolarimiz va sizga o'xshagan akam, sizga o'xshagan opam, yo'q menga o'xshagan ukangiz, yo'q bo'lmasa akangiz bo'lishi mumkin. Va biz bitta yo'lda biz hammamiz. Kimdirdi og'zi shalaq bo'lishi mumkin, kimdirdi xulqi chatoq bo'lishi mumkin, kimdirdi qat'idan nuqsoni bo'lishi mumkin. Lekin u inson qilayotgan kasbi nimaligi? O'shanda hamma bizni yomon ko'rgan. Uni xulqi yo'q, bunday. Lekin vaqt bilan sekin-sekin hammani boshiga tushdi. Chunki siz biz tomosha qilgandingiz, lekin biz sizni tomosha qilmadik. Biz sizni yoritdik. Lekin sizlar yana o'sha tomoshabinlar, ya'ni o'sha ommaviy axborot vositalari xodimlar, blogerlar, ijtimoiy tarmoq faollari, siz hali ham bizni tomosha qilishda davom etyapsiz. Siz bu nimadan? Siz haqiqiy vatanparvar emasligingizdan, haqiqiy jurnalist emasligingizdan, haqiqiy ijtimoiy tarmoq faoli emasligingizdan, haqiqiy o'z blogingizga ega bo'lib, o'z fikringiz yo'qligidan. Siz bugungi kunda jamiyatda jimgina tomosha qilib turishingiz. Sizga o'xshagan fuqaroni va sizga o'xshagan insonni hayotini kimdir hal qilayotganiga tekkina qarab o'tirishingiz. Shuning uchun bu ijtimoiy tarmoqda chiqishlarimni keng yoritishda yordam berasizlar degan umidda biz o'ylaymizki, O'zbekistonda qonun ustuvor va qonun oldida hammasi javob beradi. Va biz bugungi kunda bizni halovatimizni buzayotgan mana shu bir nechta odamlarga nisbatan noqonuniy chiqqan qarorlarni yana peshta qilib bizga yana bizni ham shani qadr qimmatimiz bor. Biz ham shani qadr qimmatimizni tajovuz qilayotgan insonlarga nisbatan qonuniy chora ko'rasiz degan umiddamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan bugun didorlashganimdan, sizlarga o'z dardimni aytganimdan, yuragimdagi o'sha alamzadalik, yuragimdagi haqsizlikka bugun sizga shuni aytib, o'zimni yengil his qilganimdan va siz meni tinglaganingizdan minnatdorman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar va shu yerda ijtimoiy tarmoq faoli va o'z auditoriyasiga ega bo'lgan va bir necha ming va balki million kuzatuvchisi bo'lgan va o'zini so'zini ayol kishi bo'lsa-da ayta bilgan va bizga bir necha marta o'sha bizga nisbatan qilingan nohaqliklarni nohaqlik deb bilib ayol kishi bo'lsa ham o'zini fikrini bildira olgan opamiz mana hozir ham tarmoqda turishib shekilli, endi battamanga ko'rsatmayapti. Mo'tabar opa Tojiboyevaga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Balkim qaysidir joylarda kiritilgan taqdimnomalariga o'z vaqtida rahmat demagandir, o'z vaqtida ko'rgan bo'lsak ham balkim qarab turib, baribir adolat yo'q-u, opa baribir yozyapti-yu deb tek turgan bo'lishimiz mumkin. Lekin shunaqa opalar, shunaqa akalar, shunaqa ukalar yo bo'lmasam faollar ko'p bo'ladigan bo'lsa, bizni hech kim yo'limizni to'solmaydi. Biz faqatgina haqiqat va adolat yo'ldamiz va O'zbekistonni hech kimga sotmaymiz. Biz O'zbekistonni sotish uchun yo bo'lmasam kamchiligini kimlargadir olib chiqib ko'rsatish uchun emas, adolat,
hamma narsa xalqqa va o'sha xalq qonunni oldida xalq qonunga bo'ysunsin va amaldagi qonunlar o'sha xalqni himoya qilsin. Va prezidentimiz tomonidan yo'naltirilgan mablag'lar o'z joyiga yetib borib, oddiygina xalqlar manfaati uchun xizmat qilsin deb ish olib boramiz. Assalomu alaykum. Rahmat sizlarga.